Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Oğlum yordamlash oling. Kelin bo'laman ki qo'y. Kelin o'tiring bir kere choy ichib keting kelin. Oğlum uylanganmisiz? Yo'q. Qizim choy olib keling. Voy shunaqa chiroyli qizim bor, esli, xushli. Instagram degan narsalarni bilmaydi. Juda ham esli-da qizimda bolam. Ko'ring, yoqdimi? Malika, voy bu meni katta qizim. Bu qizim 35 ga kirdi. Institutda o'qiyotganda rosa sochi keldi. Keyin sovchilarni bitirib olay, o'qishimda sovchilarni qaytaraverib, endi sovchi kelmay qo'ydi-da o'g'lim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz uka? To'g'ri yaxshimi, charchamasdan. Nima ish qilasiz? Studentman. Yaxshi. O'qishni bitirgandan keyin ish topa olaverasiz. Endi uydagilar bilan kelmabsiz-da. Mayli. Qani ilohomi? O'zi qaysi qizni olyapsiz? Mayli, menga farqi yo'q. Yoshlar vaqti bo'lsa, Allohu akbar. To'ylamoqli bo'lsa, to'ylamoqli bo'lsa. Men uylandimmi? To'ylarmi bor?